insoniyatni so'yman demoqchi emasman. Chunki insoniyatning ichida bovoqlarni va yashanganlarni o'ldirganlar, 10 necha yoshli qizlarga bosqinchilik qilganlar, balasini setib pulini hajlaganlar, odam go'shti yeganlar, oshnasi bilan birlashib ayolini va yoki erini qasdlaganlar bor. Men ularni so'yman deyolmayman. Olam haqida to'xtalg'im yo'q. Chunki olamga qarasam faqat osmonni ko'raman. Osmonga qarasam qorong'ulikning bir bo'log'iga ilishib qolgan kamtuk oy va guruchning cho'nliqidek ko'rinadigan yulduzlar mana biz. Boshqa narsaga o'zgarib boqmadik. Deyishkinicha menga qarashib turdi. Andin birdam tasavvur qilib boqaman. Yana shu qorong'ulik. Yana shu qop-qorong'ulik. Olam haqidagi ko'zim bilan ko'rmagan har qanday hissiyliklarga ishonmayman. Bu haqda Hawkinsning va boshqa fizika olimlarining so'zlash huquqi bor. Newtonning 4 o'lchamlik dunyosidan boshqa 5 o'lchamlik dunyo haqida texmi ilg'or muttassab turalg'udek tafsilotlarning chiqishiga tashnaman. Bir qancha yil ilgari Baydu qomusini aqtirsam, Marsda 1 yil 24 oy, har 6 oyda bir fasl bo'ladi deb bakir. Undaq bo'lganda yer sharida 20 yoshga kirgan odam Marsda aran 10 yoshga kirdi. Bularni o'ylaganimda onamdan yeshini kichik deb turib oldigan navra achamni mushu Marsda yashasa obdan bo'lar ekan deb o'ylab qolaman. Bilimlik odamlar aq ko'ngil keladi. Chunki odam qancha bilimlik bo'lgan sari razillikdan va pastkashlikdan shuncha yiroqlashadi. Shunga men bilimlik odamlarni hurmatlayman. Lekin bilimlik odamlar pek az. Ularning yozgan asarlari mo yaxshi chiqadi. Eskartish kerakki, qandaqdir tuzuk maktabda o'qimayla Nobel mukofoti olib qolgan biror atoqli yozuvchining biror abzal so'zidan gumonlanishga tamoman bo'ladi deb qarayman. Shunlashqa, olim bo'lmoqdan odam bo'lmoq tez degan gapga qo'shilmayman. Olim bo'lgandan keyin odam deb sanalib qolgan odamlar topida ondan odam bo'lg'ili bo'ladi. Ammo olim debla ularning fikrlarining hammasini qo'llavermayman. Bu nuqtada keyincha vaqt soatim to'shqani to'xtalaman. Hozircha gap qilmaganligim deydigan gapimning yo'qligini bildirmaydi. Sizning bu degan gaplaringizning hammasi o'rinliq bo'lavermaydi. To'rt atrofimda turmushdan, muhabbatdan, hayotdan, dunyodan zarlanganlar bor. Boshqalarga nisbatan zarlanish yomon ish. Menga nisbatan zarlanish bek qimmatlik. Chunki hissiyotiga sodiq odamlar hissiyotini yoshirmaydi. Hissiyot intayin qimmatlik. Uni istiganda tepilmaydi. Paydo bo'lganda ching tutish kerak. Ammo nimishqa zarlanganligini bilmaslik bek achinishliq. Navoda quyosh 100 yilda bir qaytim chiqqan bo'lsa, biz yashayotgan bu dunyodagi ranglarning hammasi sepi o'zidan qora rangga o'zgarsa, u chog'da biz qanday suratga tushaddik? Nur bo'lmasa, chiroyimizdagi ko'zimizdagi ichki olamni ko'ra olamdik. Suv bo'lmasa, qahvani nima bilan damlab ichamiz? Kelkun kelsa, yer tavrisa, o't kessa, binalar o'rilib, mashinalar so'qilib, bizni shir yo'lvoslar qo'g'lig'ili tursa, jinimizni ilib qochishdan boshqa yana bir-birimizdan og'rinishga, nafratlanishga, bekodinli yig'laganligimizga biror aslimini sabab qilishga ulgura olaylikmi? Ko'z yoshmi ikki xil bo'ladi. Biri ehtiyojimiz o'rindalmaganda umidsizlanib yig'laymiz. Bu bir ahamiyatsiz yig'lash. Ammo biz ko'pincha hollarda mushundaq umidsizlanib yig'lashga odatlangan. Yana bir xili o'zimiz bilan uchrashganda to'lib tashqan ichki energiyaning kuchi bilan yig'laymiz. Bu haqiqiy yig'lash. Ammo bek az uchraydi. Har kuni uxlashdan burun yotqanni yuzimgacha yopaman. O'lgandan keyin qanday bo'ladiganligini, o'lib ketgan odamlardan anglab baxmaganligim uchun faqat o'lgan vaqtimni tasavvur qila olmayman. Avval uydagilar, andin el-jamoat yig'ilishidi. Bir oydan bir yilgacha unutilib ketaman. Yotadigan joyimning kengligi 1 metr, uzunligi 2 metr. Simon tusolgan qop-qorong'u kichik uy ekanligini bilman.
Shamol, qor yomg'ir, zimiston, tomuz issiqlarda hech kim meni yo'qlab kelmaydi. 10 yildan keyin 1-2 kilo og'irlikdagi odam parchasiga aylanaman. Ikkinchi tog'amning qabrisini yo'tkaganda uning shu qadar yengilligidan shundoq o'ylaydigan bo'ldim. U texi menga "Sizmi keldingizmi?" dedi. Menmu "Ha" dedim. Bularning hammasining xiyoliy tuyg'u ekanligiga ishonaman. O chaqda atam menga qabrisi yo'tkalgan jamoatimizdagilarning ism familiyasi va vafot bo'lgan vaqtni har qaysi qabrlarga yozib qo'yishni taqiqlayotdi. Söygü haqida so'zlash menga nisbatan quyosh nurining doirasini bir varaq qog'ozga sizg'anga o'xshaydi. Hozirning o'zida uning hech qanday muddaoga va makkorlikqa bo'ysunmaydiganligini o'ylayapman. Masalan, siz birini so'ysiz, ammo uni so'yganligingiz uchun butun dunyodan yuz o'g'risangiz, undaqda bu sizning oxirida uningdan yuz o'g'riyalaydiganligingizni bildiradi. Siz birovni deb atrofingizdagi sizga yaxshilik qilgan do'st birodarlaringizdan, yaqin yo'riqlaringizdan yuz o'rmasligingiz kerak. Mana bu vijdonning ishi. Ziddiyatlashganlarni birlashtirib qo'ying, go'zallik izlang. Bu so'yishning bir xil usuli. So'yguda nima gunoh? Uning ishonch va oddiylikdan boshqa yana nima ketadi? Menga ishoning. Mubada siz qalbingizni uningga butunlay topshirsangiz-mu, u yanada bayqay olmagan bo'lsa, uning ixtiyorligiga va sizga tutgan muomalasiga hurmat qiling. Balkim u buni muhabbatlashishning bir xil alohida shakli deb o'ylashi kerak. Gulning ichilishiga vaqt ketadi. Ishlar asta-asta o'ngishiladi. O'zingiz so'ygan odamdan bekrak, o'zingizga yuz kela olishingiz hammadan muhim. Do'stlik haqida burun bak ko'p so'zlarni qilgan edim. Ba'zi do'stlarim vaqt orqali mohiyatini oshkorladi. Menga yetkichi azor berdi, ko'ngilda aldandi. Hayoti o'ngishsizlik ichida davomlashdi. Men ularni afv qildim. Chunki yomonlashgan vaqtda qilgan yaxshilikni unutib qolmaslik kerak. Ammo hissiyot boshqa bir masala. Bir yurak faqat birla odam sig'di. Do'st degan do'st, muhabbat degan muhabbat. Kel, darding bo'lsa ayt. Kishilar bilan adovat nafratda yashama. Sen mening do'stim, shu mening do'stim, men so'ygan odamning do'sti bo'la oladi. Do'stim, men seni kechirgandek, senmi birovlarni kechirib etishing kerak.